Salomachik, dadamga, xolalarimga va даже jiyanimga ham yangi yil sovg'asini oldim. Hozir bitta sizlarga ko'rsatib chiqaman. Birinchi bo'lib xolajonimga shunaqa jensheng oldim. Bu jensheng suyaklardagi shamollashlarni davolaydi, prostatani davolaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi, klimaksni davolaydi, sahr va davleniyani yaxshilaydi. Juda ham zo'r jensheng, immunitetni ko'tarib, har xil kasalliklar yuqishini oldini oladi. Shuni xolajonimga oldim. Va yana har doim ozgina harakat qilsa boshi aylanib qoladigan, qoni kam xolajonimga shunaqa anorli, kollagenli jensheng oldim. Bu ham immunitetni juda ham zo'r mustahkamlaydi va ayollarda uchraydigan har xil kasalliklarni davolaydi va eng asosiysi organizmni yoshartirib, qonni ko'paytiradi. Shuning uchun qoni kam insonlarga xuddi shu jenshengni iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman. Va yana ozgina dars qilsa boshim og'riyapti, charchab qoldim deb gapiraveradigan jiyanimga, Sayfiyaga shunaqa bolachalarni jenshengini oldim. Bu jensheng ham bolachalarning immunitetini juda ham zo'r mustahkamlaydi, har xil shamollashlarni oldini oladi va bo'yni juda ham yaxshi o'sishida yordam beradi. Immunitetni mustahkamlagani uchun kuni bo'yi bolangizga to'liq energiya beradi. Bemalol bolachalaringizga xuddi shu jenshengni olib ichirishingiz mumkin. Va eng asosiysi dadajonimga 5 yulduzli jensheng oldim. Bu jensheng Koreyada juda ham mashhur. 5 yulduzli, mana bu yerda 5 yulduzchasi bor. Buni davleniyasi, sahri bor insonlar ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Immunitetni oshiradi va har xil kasalliklardan oldini oladi. Eng muhimi, suyaklardagi shamollashlarni ham oldini oladi. Suyaklardagi og'riqlarni ham oldini oladi. Shuning uchun dadajonim futbolist bo'lganlari uchun tizzalari tez-tez og'rib turadi. Aynan dadajonimga mos xuddi shunaqa jenshengdan ham oldim. Va yana bitta xolamga Koreyaning premium qizil jenshengidan oldim. Bu ham har xil kasalliklarni oldini olib, immunitetni ko'taradi va har xil shamollashni ham oldini oladi. Suyaklarni mustahkamlab, immunitetni mustahkamlagani uchun har xil ayol kishida uchraydigan kasalliklarni ham oldini oladi. Agar kimga shunaqa original jenshenglar, koreyskiy jenshenglar kerak bo'lsa, bemalol shu raqamga murojaat qilsangiz, sizga ham jo'natib olishadi. Eng asosiysi bularni hammasi ko'pi hamyonbop ekan. Bemalol shu nomerga murojaat qilib zakaz bersangiz bo'ladi.